Bugun axborot kutubxona markazimizda bo'lgan tadbir jarayonlarini birgalikda kuzatamiz. Men Obid va E'tibor Peshku tuman axborot kutubxona markazi abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmati xizmat rahbari vazifasida ishlayman. Bugun sizlarga Robin Sharmaning 200 hayot darsi kitobini taqdimot qilmoqchiman. Robin Sharma yoshligidanoq juda aktiv, juda ham faol o'qigan. Maktabdanoq u o'zini bilimi va ilg'or tajribasi bilan boshqa o'quvchilarga tajribasini bildirgan. Hozirgacha Robin Sharmaning 12 dan ortiq bestseller asarlari jahon adabiyotida o'rin olgan. Mana bu 200 hayot darsi kitobida esa u o'zining kundalik faoliyatidan kelib chiqib qisqa ma'lumotlarni biz kitobxonlarga qoldirgan. Bu asarni o'qib siz qanday xulosaga keldingiz? Bu 200 hayot darsida har bir darsni o'qigan inson o'zini tahlil qilib ko'radi. Menga bu asar juda ham yoqdi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.